1959-yil AQShda Susan ismli 4 yoshli qizaloq tibbiyot tarixiga kiradi. Aslida u yurak nuqsoni bilan tug'ilgan edi. Shifokorlar uning yashab ketishi ehtimolini deyarli yo'q deb hisoblashgan. Chunki o'sha vaqtlarda bunday kasallikni davolashning iloji yo'q edi. Afsuski, yurak nuqsoni bilan tug'ilgan juda ko'p yosh bolalar 7 yoshga yetmasdan olamdan ko'z yumishardi. Ammo o'sha yili bu o'limlarga chek qo'yildi. Sababi, shu yili birinchi yurak o'pka apparati yaratildi. Bu ixtiro natijasida shifokorlar birinchi muvaffaqiyatli ochiq yurak operatsiyasini o'tkazishdi. Operatsiya taxminan 6 soat davom etadi va unda 10 tadan ortiq jarrohlar qatnashadi. Operatsiyaning birinchi qahramoni esa 4 yoshli Susan. Hozir u 66 yoshda va Kaliforniya shtatidagi maktabida dars berib kelmoqda. Keling, Susan o'zi qanday yurak tug'ma nuqsoni bo'lgani haqida suhbatlashamiz. Tug'ma yurak nuqsonlari homiladorlik davrida anatomik jihatdan yurakning xato shakllanishi natijasida kelib chiqadigan yurak kasalliklaridir. Buni mukammal qurilgan bino, lekin bir joyda quvur noto'g'ri o'rnatilgan yoki devor noto'g'ri joylashganligiga o'xshatish mumkin. Aslida bu eng keng tarqalgan tug'ma nuqson bo'lib, har 100 ta yangi tug'ilgan chaqaloqdan bittasida uchraydi. Ba'zi nuqsonlar juda yengil bo'lib, yillar davomida hech qanday belgi bermaydi va odatda hech qanday jarrohlik amaliyotsiz o'z-o'zidan to'g'rilanib ketadi. Boshqalari esa afsuski og'ir kechadi va tug'ilgandan ko'p o'tmay jarrohlik muolajasini talab qiladi. Keling, eng ko'p uchraydigan tug'ma yurak nuqsonlariga qisqacha to'xtalib o'tsak. Qorinchalar to'siq nuqsoni. Bu holatda yurakning pastki ikki bo'limi, ya'ni qorinchalar o'rtasidagi devorda teshik bo'ladi. Buning natijasida esa kislorodga to'yingan va to'yinmagan qon aralashadi. Kichik teshiklar o'z-o'zidan yopilishi mumkin, lekin katta teshiklar jarrohlik amaliyotini talab qiladi. Bo'lmachalar to'sig'i nuqsoni. Bu holatda yurakning ikki yuqori qismi, ya'ni bo'lmachalar orasida teshik bo'ladi. Odatda ko'pchilikda bu holat yillar davomida hech qanday belgi bermaydi. Favot tetradasi bu og'ir nuqson hisoblanadi va bu holatda yurakda bir vaqtning o'zida 4 ta nuqson uchraydi. Bu holatda chaqaloqning terisi ko'karishi mumkin, chunki yurak butun tanani yetarlicha kislorodli qon bilan ta'minlay olmaydi. Albatta bu holat ikki bosqichli jarrohlik amaliyotini talab qiladi. Aorta korektatsiyasi bunda yurakdan chiqadigan asosiy qon tomiri, ya'ni aorta toraygan bo'ladi. Bu esa yurak ishini qiyinlashtiradi. Ko'pchilik tug'ma yurak nuqsonlari bola tug'ilganidan so'ng shifokor yurakda noodatiy shovqin eshitishi bilan aniqlanadi. Aniq tashxis qo'yish uchun quyidagi tekshiruvlar o'tkaziladi. Echokardiografiya, yurakning ultratovush tekshiruvi, pulsoksimetriya, qonda kislorod miqdorini aniqlash, prenatologiya. Ba'zi hollarda homiladorlik davrida nuqson aniqlanishi mumkin. Bugungi kunda ko'plab shifoxonalarda chaqaloqlar hayotining birinchi, ikkinchi kunida yurak nuqsonlariga tekshiruvdan o'tadi. Bu esa yurak nuqsonini erta aniqlash imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, tug'ma yurak nuqsonlari keng tarqalgan bo'lsa-da, zamonaviy tibbiyot ularni erta aniqlab, samarali davolash imkonini bermoqda. Vaqtida tashxis va to'g'ri muolaja bilan ko'plab bolalar sog'lom, baxtli va faol hayotni kechirishlari mumkin. Esda tuting, yuragimiz hayotimiz markazi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.